1.750.000 so'mdan tanlab olishga drabil kerak. Bodi bo'la dastlabki 100 gacha mutlaqot ekan. Eng qizig'i mana beda press chiqaramiz. Tashlang aka. Chiqarishini ko'ryapsizlarmi do'stlar? Lipoy narsani maydalab tashlang. Tomonni ham tashlang deb ko'rsatdi aka. Baholasi ko'ryapsizlar do'stlar. Bo'ldi aka, o'chiraveramiz. 1.750.000 so'm narxlar nimaga arzon desalar, o'zlari ishlab chiqaradi. Shuni hisobiga optimga, donaga, ob'yomga xullas kelishilgan holatda qilib berishadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkor, albatta kelishilgan holatda, vodiydan tashqari kelishilgan holatda qilib berishadi. Biz turgan joy Farg'ona viloyat Marg'ilon, ya'ni Saldirabelkalarda biz endi to'liq ma'lumotni Hoshimjon akadan olamiz. Hoshimjon aka, assalomu alaykum. Charchamang. Ishlar yaxshimi aka? Aka men osti tashladik, setkasiz holatda. Beda press, pohol, somon, qo'li quruq tanlamaydi. Tanladi. Liboyni chiqaraveradi. Liboyni chiqaraveradi. Farqi yo'q aka. Universal drabelka. Universal drabelka. Garantiya beramiz. Ha, garantiya. Qancha garantiya beramiz aka? Xo'p, 3 oy garantiyasi bor. Hamma yo'qiga. Hamma yo'qiga. Aha, xudo xolasa. Tig'lari o'zi 5-6 yildan ham o'tlashmaydi. Kalyonni kuydirilgan bo'ladi. Qo'l tig'lari qanaqa aka bularimiz? Tig'lari mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Kalyonni bularimiz hammasiniki. Mana shular kalyonni mana. Pastlilar двойной bo'ladi. Tepadagilar bittali, 10 tadan malatko'y bo'ladi. 5 ta bag'ida, 5 ta bag'ida. Zo'r, gapi malatko'ylari ham bor. Bu ya'ni yanchiganida. Ha, yanchib berib turgan. To'g'ri. Undan tashqari 4 xil setkasi bor. Ha, 4 xil setkasi bor. Yiri, o'rta, mayda mana. Xohlasa. Bu makkani yorma qilib beradi. Bu bug'doy shunaqa narsalar kepay qilib beradi. Bunisi qo'yga moslab o't chiqaradi, bu molga moslab o't chiqaradi. 4 xil setkasi. 4 xil zasnonkasi bo'ladi. Hozir kraska qilinmagan holati bu. Lekin kraska qilingan. Mana unaqa qora bo'ladi, xudo xolasa. Shulari bonus. Liboy drabelkan olsa shuni ichida bo'ladi. Mana shular komplektida bo'ladi, shu 5 o'si. Ichida tig'i mana shu ko'rinishda bo'ladi. Gap yo'q. Motorlarimiz qanaqa aka? Motorlarimiz 4 kilovatli alyumin motorimiz bor, 6 kilovatli alyumin motorimiz bor, 6,5 kilovatli mis motorimiz bor. Mis motorimiz bo'ladi, xudo xolasa. Endi aka buni chiqarib bersak, video davomida yana qolgan ma'lumotlarni beraveramiz. Ya'ni makalarimiz hozir yorma holatdami, kepay holatda chiqaramiz? Hozir setka qo'yganimiz yo'q. Bo'ldi, setkani qo'yaylik. Do'stlar, mana setkasi xuddi shunaqangi holatda, ya'ni bo'shatiladi, bo'shatilib bo'ladi. Rezinkasi bor. Bu rezinka chang emasligi aka. Ha, chang tushib turadi. Changni ham tushadi, shumda ham tushadi, ma'lum miqdorda. Chunki temir bir-biriga tegsa, ya'ni ovoz balandroq chiqadi, shunaqa xuddi shunaqangi holatda bo'ladi. Tilini ko'ryapsizlar, kirgizasizlar. Naryoqda ham yana bitta tili bor. Shuni qatirib qo'ysalar, tayyor. Bitta yoqib ko'rsatamiz endi Hoshimjon aka. Xudo xolasa mana. Ko'ryapsizlar? Yoqamiz, xuddi shunaqangi holatda bo'ladi. Mana esa zapravkasi. Xudo xolasa, ochasiz. Mana. Maydalab chiqarib beradi. Yopavering. Ba'dan butun makalar tashlasa bo'laveradi. Xuddi shunaqangi holatda chiqarib beradi. Mana yorma holatda endi ko'ryapsizlar do'stlar. Mana. Xuddi shunaqangi holatda chiqarib beradi. Bu yormasi. Ha, yorma. Un kepay holatda chiqaradigan ham bor. Endi u setgan qo'ymadi, lekin chiqarib beradi. Chiqarib beradi. Bir soatda bitta qolib chiqarib yuboradimi? Ha, chiqarib yuboradi. Undan ham ko'pini chiqarsa kerak, xudo xolasa. Uy sharoitda bemalol ishlatishaveradi. Ha, 3 sharoitda ishlataveradi. Gapi. Aka mana ayollar ham, erkaklar ham ishlatadigan kerakda. Bu universal, hech qanaqa nagruska bermaydi, balonli bo'ladi. Surasa bo'laveradi. Ha, bemalol yetalasa bo'ladi. Yosh bola ham yetalaveradi. Yosh bola ham yetalasa bo'laveradi. Bo'lmasa ham yetalab turib, o'z ishga ketishdan oldin bir qator yemni berib 20 ta mol 50 ta qo'ydi boqoladi bularimiz. Boqoladi. Bemalol gapi. Balonlarni ko'rdilar, tish almashtirishini ko'rdilar. Tishlarimiz nechtalik dedingiz? 20? 28 ta. 28 talik bo'ladi. Motorlarga ahamiyat bersalaring. Motorlarga keladigan bo'lsak, motorlarimizni hammasida o'zini bunaqangi relesi bo'ladi. Nagruskaga kelsa tashlaydigan, tokni ko'rsatib turadi. Plus ikkinchi strafovka qilib avtomat qo'yib qo'yganmiz. Bu ham ключатор vazifasini bajaradi, ham avtomat. Nagruska o'zi tushib ketadi. Agar mabodo tok o'ynasa. Motorlarimiz yangi qo'yiladi. Mana yangi ko'ryapsizlar. Hammasi yangi. Mis, alyumin farqi yo'q. Xudo xolasa. Xo'p, aka mis bilan alyuminni qisqacha tushuntirib berasiz. Mis bilan alyumin nima farqi bor? Mis motorimiz tok yaxshi joylarga yaxshi. Alyumin motorlarimiz tok past joyga. Tok past joylarga bo'ladi. Endi rasa ham past bo'lsa, misol alyumin motorimizni pastroq tokda ishlaydigan 4 kilovatligini qilib qo'yganmiz. Shu 170 ta ham ishlayveradi. Ishlayveradi, xudo xolasa. Gapi. Mahaviylar, Jiguli mahaviylardan qilib beraverasizlar? Qanaqa holatda shunaqa qilib chiqarib beradi? Zakazga qilib beraveradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Eng arzoni 1.750 dan boshlanadi. Xudo xolasa. Gap buni chiqardi. Endi bitta somon chiqarib beraylik aka. Bo'ldi aka. Setkasi holatda. Ko'rdik-ku, beda presslar chiqardi, hammaga ko'rsatdi. Somonni ham bitta chiqarib bersa, buni ham ko'rib qo'yishaveradi. Tashlaylik aka. Ortishni ko'ryapsizlar? Yana
bitta tashlaylik. Yo'q. Mana. Sizga maydalab yo'q qilib chiqarib yuboryapti. Bu hozir setkasi holatda biroz shamol bo'layapti. Mol yo'radi bemalol, bularimiz mollarimizni yo'radi. Agar qo'yib olsangiz setga qo'yib beriladi. Setkani qo'yib olib qilsalar ham bo'laveradi. Xo'p, aka, dastlabki vodiy bo'ylab uygacha bepul. Uygacha bepul. Qolgan joylargacha, misol uchun vohadan bo'lsa. Qolgan joylarga kelishilgan holatda uni ham yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Aka, mana eng katta muammo mana 3 oy garantiya berdingiz-ku. Motori kuyib qoladi ko'pchiligiga. Motoriga ko'pchilik garantiya bermas ekan. Motoriga ham berasiz. Shu joyda garantiya beramiz. Muammo bo'lsa to'g'rilab beriladi, xudo xolasa. To'g'rilab beriladi, yangi motor qo'yib beramiz. Yangi qo'yib beriladi. Xolasa pulini ham aytib. narsa bo'lgan yo'q. Bo'p qolsa odamimiz xatobimiz to'g'rilanadi. Ko'rdilar, do'stlar, ishlayapti. Bularimiz siljib ketmaydi. Ko'pchilik hali vibratsiyasi chataq deyishadi. Joyida turmaydi. Hamma yo'q. Hisob olingan, xudo xolasa. Xo'p, aka, endi misol uchun kimdir chiqib, men sizlardan ko'p katta ob'emga olmoqchiman. Olib sotib foydalanmoqchiman desa, kelishtirib berasizlar ular. Arzonroq beradi. Yaxshi tomoni 3 tadan ko'proq olsa yana ham arzonroq berasiz. Biz obunachilarga. Misol uchun 3 ta qo'shni bo'lsa, olsa 1.750 dan o'tib beriladi. O'tib beramiz. Xudo xolasa. Dastlabkisi o'sha vodiy bo'ylab bepul aytganimiz. Xudo xolasa. Xo'p. Kelib ko'rib olaman deganlarga manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri, Mo'ljal Leylin. Leylin, ha, xudo xolasa. Arendirim. Bo'lsa pastda nomerlarga aloqa qilsa, to'liq ma'lumotni berishadi. Zakasa tashlab beramiz. Xo'p, aka, aytganimdek, narxlar arzonligi sababi batta hech qanaqangi bir detal hamma yo'q zo'r, xudo xolasa. Hamma yo'q zo'r. Prosta o'zlaring ishlab chiqarasiz. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Shuni hisobiga, xudo xolasa. Imkonlarsa arzonroq qilib, ko'proq sotish maqsad. Xalqqa foyda yengillashtirib bergan. Xudo xolasa. Aytganimizdek, do'stlar, pastda Hoshimjon aka nomerlarni qoldirdim. Albatta foydangizdan oldim desalar ham bemalol arzonroq qilib berishadi. Agar sizda 100 ta mol, 200 ta qo'ylaring bo'lsa, zakazga uni ham yasab beriladi. Katta drabelkalar ham 3 fazaga ishlaydi. Ular narxini kelishiladi, xudo xolasa. Menimcha hamma yo'lda aytdi aka. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.